Salom do'stlar. Bugun sizga bir garoyib voqeani aytib beraman. Bir go'zal ko'l bo'yida quvnoq mandarinka o'rdak oilasi yashar ekan. Ularning kichkina, oppoq, juda shirin jo'jasi bor edi. U har kuni suvda shohlik qilib, onasi va otasi bilan o'ynashni yaxshi ko'rardi. Uning har bir harakati shunchalik kulgili va yoqimli ediki, uni ko'rgan har kimning yuzida tabassum paydo bo'lardi. Ammo bir kuni jo'ja o'ynab yurganida birdaniga yaqin atrofda kichkina, kulgili olov uchquni paydo bo'ldi. Bu shunchaki kichkina, zararsiz uchqun edi, lekin jo'ja uni ko'rib, ko'zlari katta-katta ochilib ketdi. Uning kichkina yurakchasi tez urib ketdi. Voy, bu nima bo'ldi? Uning yuzida qo'rquv va hayrat aralash ifoda paydo bo'ldi. Kichkina jo'ja qo'rquvdan qichqirib, onasining orqasiga yugurib borib yashirindi. Uning kichkina tanasi titrab, onasining patlariga mahkam yopishib oldi. Onasi va otasi uning bu holatidan hayron bo'lib, bir-biriga qarashdi. Jo'janing bu kulgili qo'rquvi butun oilani kuldirib yubordi. Uning titroq qadamlari va onasining orqasiga yashirinishga urinishi shunchalik shirin ediki. Keyin ma'lum bo'ldiki, bu shunchaki kichkina lager olovi ekan. Hech qanday xavf yo'q edi. Jo'ja sekin onasining orqasidan mo'ralab, olovga qaradi. Uning yuzida qo'rquv o'rniga kulgi paydo bo'ldi. Uning kichkina ovozi bilan kulib yubordi. Oxir-oqibat hamma o'rdaklar xursand bo'lib raqsga tushdi. Ha ha ha. Mandarinka jo'jasi otashgamdi cho'cho'ga.